Zhuge bilan Zhou qechib ketayotgan Cao Cao'ni nima ish o'ltiranmaydi? Ular qasddan o'ltirmadimi yoki savallik tufaylidan o'ltiranmay qoldimi? Yurak berib, alt raqamini yo'llab saqlayotgandan keyin filmning davom etadi. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Cao Cao Shubi jangda mag'lub bo'lgandan keyin yanada faqat 100 ga yaqin lashkar qoladi. Mushu vaqtda Zhou bilan Zhuge Liang uni to'xtamay, qo'llab uni orom bermaydi. Agar mushu vaqtda ular o'ltiramiz degan bo'lsa, haqiqatan o'ltiralaydi. Ammo ichkilisi Cao Cao qo'l solmay, uningki yaroqlarini o'g'irlash, otlarni evilish degandek ishlar bilan shug'ullandi. Endi nima ish qilib qasddan uni o'ltirmaydi? Amaliyot qaraydigan bo'lsak, Cao Cao mag'lub bo'lganda qilgan bilan uningki shu vaqtdagi davlat yana bor. Nurg'un lashkarlari, ya'ni o'ziniki videoda saqlab. Agar Cao Cao'ni kim o'ltirib qo'ysa, ya'ni qaysi taraf o'ltirsa, balkim Sopi shu yil qatoriqlar lashkar boshlab kelib, qaqshat zarb berib, uni vayron qilishi mumkin. Hozirgi ichki davlatning sharoitida Cao Cao bilan yakmak ilishishga yanada ularni qurbi yetmaydi. Shu ular gerçi hamkorlashgan bo'lsa-mu, til kuchini o'zida qartishib turg'ashqa, shu bu balani boshqalarga ishtirib etish orqali o'zini texnik kuchlantirmoqchi, balo qazoni boshqalarga ishtirmoqchi bo'lgan. Shuning bilan ikkilisi bir-biriga ishtirib, Cao Cao'ni qo'yib etgan deyishdi. Agar sizning bu gaplarim qo'shilsangiz, astiki imkonsayonga alt raqamini qoldirib qo'ying. Uch podshohlikdagi shunga o'xshash igilik boshqarish, hamkorlashish, igilik tiklash, jahondoshlik san'ati, kishilik munosabatga oid javhar mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, men to'pimga kirib oling. Men to'pda yurishlik qilib, uch podshohlik va korxona boshqarish darslik so'zlab beraman. Ayrim xonam uchur qilish orqali bu to'pga kirib olsangiz bo'ldi.